Kanalga e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, 54-51 hududidan bayga signal berildi. Bayga signal berilishimizning asosiy sababi liquidity sweep va uni tarixida resistance supportga aylangan hududi ham bor edi. Va e'tiborli bo'linglar, narx qayerdan kelgan bo'lsa, narx xuddi o'sha strukturani davom ettirishi kerak. Aynan biz 54-51 da minimumni likvidini sweep qilib tepada yopilgani uchun biz entry uchun tasdiq sifatida signal berdik. Bu yerda tashqi liniyani yorilishidan oldin nima qolardi? Bunda oldingi video darsida eslaysizlarmi? Order block, ya'ni 7-gacha mavzusini o'tib bergandim. Aynan narx kelib minimumini bu birinchi entry bo'ldi. Mana bu esa ikkinchi entry. Mana bu riskonni hisobi. Mana bu esa idealniy kirish точка deyiladi. Birinchi entry liniyani yorib olsa, ikkinchi entry 1618 gacha narxi olib borib beradi. Shuni biz kanalga signal tariqasida berganmiz. Kanalim bilasizlar, Instagram shapkasimni profilda bo'ladi. Faqat originali shu. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 54-51 hududidan kanalga signal berildi. O'rtoqlar qaranglar. Bizni kutayotgan narsa minimumni likvidini yig'ishtirilishi kerak. Ya'ni umumiy trend e'tibor bergan bo'lsanglar, kassaniyalarning evaziga va umumiy minimumlarni birlashtirgan holatda trendiy liniya yorilyapti va maksimumlar perixay bo'lyapti. Ana undan keyin strategiyalarni mix qilish vaqti keldi o'rtoqlar. Bozorni yurg'izaman. Kanalga e'tibor bergan bo'lsanglar, 51 dan signal berildi, e'tibor bering. 54 hududidan minimumni sweep qildi, narx tepada yopildi. Aynan tepada yopilgan vaqtida endi menga trendiy liniyani yorib berishi shart. But, endi e'tibor bering. Trendiy liniyani bilsiz yorilishidan oldin yoki yorilishidan keyin bizda yetim svecha shakllanardi. Mana bu qismda biz birinchi entry qilgan bo'lsak, yaqinlashtirib beraman. Yorilishidan oldin e'tibor beryapsizmi? Nima qoldirib ketyapti? Yetim svechani o'rta diapazon olinadi va mana shu hududda order block sifatida entry qilinadi va undan keyin esa Fibonacci kelib 118 dan chiqib ketiladi.